zulm tuzumlarida odamlarning taqdiri shimolichalik qadri yo'q ekan. Mana qarang. Bir odam aybsiz qamalyapti, o'nlab yil qamoqda qolib ketyapti. Podshohning undan xabari yo'q. Qachon bir kishi podshohga tush ko'rganda podshoh shuni ta'bir qilish uchun borib uni eslatsa, keyin podshoh aytayapti, olib kelinglarchi, meni huzurimga u kim ekan deyapti. Ungacha xabari yo'q podshohdan. Inson bir odamni bir soniyasini agar zoya qilsa, vaqtini olsa behudaga, qiyomatda o'sha odam bu odamdan haqqini oladi. Mana bu odam meni bir soniyamni zoya qilgan deydi behudaga. Chunki inson birovni molini yesa haqqini oladimi? Vaqt moldan qadrli narsa. Bir soniyani nohaq olsa inson birovni vaqtini, qiyomatda javob beradi, shunga hisobini oladi undan u. Endi bir odamni 10 yillab umrini zoya qilib, yana gulday davrini, yoshligini qamoqqa tiqib yuborishadi, aybsiz. Bulardan xabari yo'q. Zulm tuzumlar ana shunaqa bo'ladi. Odamzodni pashshachalik qadri yo'q, chumolichalik ham. Illoki kimdir borib eslatsa, jaraq-jaraq pullar bersa, keyin bu odam esga keladi. Bo'lmasam qamoqda chirib ketaveradi.